Hurmatli mijozlarimiz, ushbu texnikamiz maxsus ishlab chiqarilgan, ya'ni bu soni cheklangan, bu zakazga ishlab chiqarilgan motosikl, aniq. Shuning uchun sizlarga kichkinagina obzor etib beraman. Texnikamiz, ya'ni motor organimiz 400 kubalik bo'ladi. Tezligi umumiy holati 300 tezlikka chiqadi. 2 litr 2,5 litr benzin sarflaydi. Maxsus deganimni ma'lumot berib o'taman. Asos kerak bo'lsa keyinroqdan Saber brend ostida ishlab chiqarilgan. Dadasini erkatoy bo'lgan bolalar uchun ushbu motosikl kerak bo'ladi. Agar kimga shunday motosikl kerak bo'lsa, 400 kub olib Amirov motor markazida tayyor turibdi. Bilaman sizlarga ovozi qisiq. Ovozni bir eshittiring-a. Energiyada bu, ana 10 yil, 15 yildan beri yuragingizda saqlab turgan gaplaringiz bo'lsa, mabodo shu o'zini ayta olmay ko'chasidan bir martagina o'tib ketsangizlar, o'zi yetarli bo'ladi. Ovozi 10 kilometrga o'zining kuchini bildirib turadi. Hammamiz Amirovda kutib qolamiz.